Eng yaxshisini birinchi bo'lib eng yaqinlaringizga ilinasiz-ku, biz ham sizga xuddi shunday eng yaxshisini ilinmoqchimiz do'stlar. 3 xonali kvartiralar sotuvga chiqmoqda. Ilinishni xohlagan joyimiz planirovkasi va uyning holati, domni o'zi ham o'zimizga juda ham yoqdi, chunki qolgan domlardan ko'ra haqiqatan ajralib turadi. Biz kelib ko'rib shuni guvohi bo'ldik. O'zingiz ham kelib ko'rsangiz, bunga o'zingiz ham amin bo'lasiz. Do'stlar, 9 qavatli yangi qurilgan binoda hozir biz 8-qavatda turibmiz. Boshqa qavatlarda ham uylar bor. Hozir sizlarga tanishtirib chiqamiz. 8-qavatdamiz, 9 qavatli bino, liftlar ishlab turibdi. Podyezddan kirishingizga, tashqaridan kirishingizga mana shunaqa kenggina hol qismlari. Remontlarga o'zingiz baho bering. Yangi remont holatda va sifatli materiallar ishlatilgan va qolgan uylarga ham mana shunaqangi remontlar qilib beriladi. Hozir bitgan xonada turibmiz. Patologlari baland ko'rishingiz mumkin. Kirishda bunaqangi mebellar qilib qo'yishgan, ya'ni primerda mana shunaqa holatda bo'ladi degan ma'noda. Radiatorlar ilingan ko'rishingiz mumkin. 93-72 kvadrat foydali maydonga ega kvartira. Birinchi chap tomondan boshlaydigan bo'lsak, bu yer zal. Ko'rishingiz mumkin, holatlari juda ham yaxshi holatda va juda ham keng. Xohlasangiz o'rtaga stol qo'yib, o'nlab mehmonlaringizni bemalol mehmon qilsa bo'ladigan darajada katta, keng. Skvazon o'rta podez holatda va hamma xonalarga razdelniy kiriladi. Planirovkasi ham o'zimga juda ham yoqdi. Qarang. Bu yer umumiy sanuzel, ko'rishingiz mumkin, holatlari juda ham yaxshi, alohida aristollargacha qo'yilgan. Bu yerda esa yotoqxona qismi. Kattalar yotoqxonasi, qarang, joyda muammosi juda ham katta. Endi primerni mana shu holatda bo'lishi mumkin. Jihoz holatda faqat mana shu ko'rgazma uchun jihozlangan. Qarang, holatlari juda ham yaxshi, hatto oyoq taglariga ham sifatliklaridan ishlatishgan ekan. Haqiqatan o'zimga yoqdi, kirib yashashga tayyor holatda, faqat o'zingizga moslab jihozlab olsangiz bo'ladi. Bu yer oshxona qismlari. Ko'rishingiz mumkin, qarang, bu yerda ham kattagina joy va o'zini balkonlariga ega. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, oxirgi xona qolyapti, ya'ni bolalar xonasi. Bolalar xonasida ham qarang, juda ham katta. Hozir 2 ta joy qilib qo'yishgan, lekin 4 ta, 5 talab joy qilsangiz bo'ladi-da, qarang. Juda ham yaxshi holatda va kattagina, barcha narsalar sifatli materiallardan ishlatishgan. Haqiqatan o'zimga ham juda ham yoqdi, chunki bu yerda domlar ko'p. Do'stlar, biz Eko shaharga kelganmiz. Eko shahardagi 9 qavatli binolarda turibmiz. Mana shu dom haqiqatan o'zimni ham e'tiborim tortdi. Haqiqatan boshqa domlarga nisbatan yaxshi qurilgan ekan, tavsiya bera olaman. Do'stlar, bu yerda 3 ta xonadon 93-72 kvadratli 6-chi, 8-chi, 9-chi qavatlarda xuddi shunaqa planirovkada va 2-chi, 3-chi etajlarda 84 kvadratli 3 xonali deyarli shunaqa planirovkada uylar bor. Narxlari esa juda ham yaxshi narxda, ya'ni xohlasangiz naqdga, xohlasangiz subsidiya ipotekaga, xohlasangiz rassrochkaga ham olish imkoniyati mavjud. Bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Narxlari esa naqd va subsidiya ipotekaga 6,5 milliondan, rassrochkaga esa 7,5 milliondan albatta kelishadigan joyi bor. Hozirroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilarni ulashib boramiz.